Salam, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti sherikti birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qaror Vojun Yipak yo'li sadosi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Xinjiang Vojun so'z chekti sherikti programmamizning tajdorligini oldi. Programmamizni Xinjiang miras sherikti alohida talab qildi. Programmamiz bilan Xinjiang Kamal so'z chekti sherikti strategik hamkorlashdi. Programmamizni Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat sherikti alohida qo'lladi. Xinjiang Ramnidar xalqaro so'z chekti sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Hamda maydonga chiqadigan 28-nomerlik Mahir. Utuq tilaymiz. Muborak bo'lsin Qamirdan. Yurtingiz? Qashqariya ekandim. Qashqariya ekanning salomlarini ep kelibsiz. Tayyorliklaringiz qandaroq? Tayyorligim yaxshi. O'zingiz eng yaxshi ko'rgan ustozning o'rindiq aylantirishini uchun qalbimdan umid qilmay g'ayrat qiling. Marhamat. Salom azizlar, men ekandan kelgan Mahir Qamirda Mehmet bo'laman. Hammalarga o'tliq salom va ali ehtirom. Mening bu programma kelishdagi maqsadim bo'lsa, meni qo'llab-quvvatlagan barliq aziz do'stlarimga yaxshi javob qaytarish uchun, yaxshi natija olish uchun bu sahnaga qadam tashlab qoldim. Can koşup yarım bir körset çırayımdı Yarma meylim var
sana meylim var. Ay yarım yarga meylim var, karga sana meylim var. Ay yarım yarga meylim var, karga sana erzim var. Rayonumuzda güzellikni söygüçi hanım kızlarning oldin talishi bo'lib kelayotgan. Ramnidar markasidagi ishonchli girim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishiga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro so'l chekish shirkati Mahirlarga omad tilaydi. Yarından sana meyli bağımı ki? Salam aziz ustozlar. Ama yakandan kelgan Mahir Qamariddindan manglarga o'tliq salom va aliy ehtirom. Yakan taqmaqchilarning mana chiroyli o'rindab berdi. Biz nima uchun o'rildik g'ojishkimiz? Chunki oldin qaradilar biz Kachang taqmaqchilarni aytib, o'zimiz yosh ballamı shunday xalq naqshlarini bir cho'ng naslni qila olganligimizni bildirib qo'ygan. Shuning hurmati birinchisi. Ikkinchisi, yaxshi aytding o'zingmi? Shu taqliq o'xshaysan, shundaymi? Ha, o'zim taqdim. Yaxshi aytding inem. Qash o'xshaydi qash. Qash. Yaxshi aytding inem. O'zga sen mishkaz gap qil. Manda meningki o'lishimdagi birinchi sabab altın qatim biz 6-cı qarardaş taqmashirpini aytgan vaqtda men shu 5 minutlik mashrabni ham o'zgardi-ku, o'zgarishi va 15 kunda o'rgangan. 15 kunda o'rgangan, anan keyindan 50% o'rgangan. Kamil o'rgatib, mendan shu yakandagi cho'nglarning aytganlarini anglatib, bektas o'rgandik. Hozir anglamoqqa ajoyib oson. Uchuq anglandi-yu, ammo aytib baqsaq hammamiz bilamiz, ajoyib bir inchik puroqlarni, inchik eksiyat yerlik variantlarni talab qiladigan bir naqsha. Men shuni ko'zda tutib, qaylulab o'rildim. Asan emas, aytmoq asan emas. Oson emas, tez. Bu bek tez. Şu hazır prantang, dumtang, mas asandek bilingan bilan hazır xil-xilidan buni shivisini, shu hissiyatni chiqarish tez. Shunga yana desak yana shu gap. Shunga hamda inem abayingiz ko'ratsa, bulatgan jiddiy material nima yada. Qo'ldan tayyorliging baqcha, shunga mayli meningki, mayli qo'jininki. O'zing bilib qilmasang, balla ma badanga qarab qo'rqib ketmisan hamda. Hani O'zikaning guruhida sen o'xshash yo'g'on badallikdan birini yo'liq saldik. Mening guruhimda ikisidan birini yo'liq saldik. Shunga o'zing tanlab, suqning naga tushidi qarab turib bir pikiga tushib baqqan edim. Yaxshi ayta olasan shu o'rinda muqim qilamiz seninkini. Yaxshi aytmay qilib qolsang qarshi tarafnikini muqim qilib birsa degandek bir ahvolimda. Mening oxir qarorim kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Go'zallikda yuksalish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men go'zallik yo'lida kaskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramnida. Hojmat Qurban ustoz. İpek yolu sardasın, süygünün yok şigrasın, kuşkabazlar seydasın. Şu müsabaqaning qoidasi bo'yicha bizning Kamal guruhimizda 10 nafar bola bor. Ay 10 nafar boladan ko'zang yetgandan yoki ko'zang yetmagandan yoki yetmoqchi bo'lgandan birini tanlab piki elib boramiz. Qolganimiz ko'pchilikniki chavaklar bilan, madadlar bilan adil baho chiqarishlar birini araymiz. Shundan bolalar Qaysining shirki va? Sol taraf 4-chi nomerlik Mahirdan. Chupasam. Qari ko'z yorga meylim. Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Jonim pida bo'lson ey oyey voy sana jonim pida. Stop.
Yayırım geldi Kol silip yâre Arkideki yol bile Aldı bilen işkilanlığa rahmet. İşkilanlı ikinci kıtım avar kıldık. Sübinur başta acayip sevilik nakşının birini eğitip 5 muallimninki qaylıqını keltirip 5 orundukunu aylandırgan. Şu 5 orundukunu aylandırıp 4 muallimning talışı qarmay meni tanlagan. Qamirdinning abay aldıda biz Qamirdinki Kamil Kamshikimizning o'rilgini hozirgi sharoitga nisbatan Qamirdinga bir natija. İpek Yolu Sadası programmasida meyli qaysi sanda bo'lsin, muallimlar o'rilsin, o'rilmasin va yoki tanlansin, tanlanmasin, aşı bola uchun bir natija. Aqli va odamga nisbatan. Xo'sh, ustoz. Tanlash. Men davomli turda Sebinurni ap qilishni qaror qildim. Mübarek olsun Sebinur. İpek yolu sadasın, süygünün yok şigrasın, kuş havazla seyrasın, İpek yolu sadasın. Nait afsus. Naqshni nait yaxshi o'rindadingiz. Yaxshi o'rnida degan gap yo'q. O sizning o'zingizning iqtidorining tuvanligi emas. Nait yaxshi chiroyli naqshlarni bizga akeldingiz. Sizga ko'p rahmat. Unda qolsa ko'ngil so'zingizni bir anglab boqqan bo'lsak. Aldı bilen benim o şeyi İpek Yolu Sadası'ga qo'llab evatgan ota-onamga shunaqla sevimli ayolimga va ustozim Yusuf Tosh akamga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Hem ustozlarimiz har qaysilar jafo chekdinglar. Musanaga chiqib, mishada bir naqshini aytib, chiqib ketgan o'zim eng cho'ng natija. Bir yerim naqsh aytding Muxtar akamga gap bo'yicha. Bir yerim naqsh aytding. Bir yerim naqsh. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. İşleringiz texmi o'ngishli, to'liq bo'lsin. Qani. Aman hülnime Biz kökleymiz şuna değme İnsan degen aman hülnime Alo Balin. Hoş geldiniz Umran. Mübarek bo'lsin. Aldı bilan 7-chi qarar hujun İpek Yolu Sadası programmasiga mahir bo'lib tanlanganligingizni qizg'in tabriklaymiz. Sahnaga chiqish oldi turyapsiz. Qolgan mahirlarga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Bütün hamma mahirlarni o'z tayyorlagan naqshini yaxshi bir o'rindab tushishni umid qilaman. Bo'ladi hamsa do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi, hammanglarningki qo'lni qo'lga tutishib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Xayrat qiling. Yaxshi sizlar ekran oldidagi hurmatli ko'rmanlar, men G'o'lji nahiyasidan kelgan Umran Xolmurat. Hozir qilayotgan xizmatim bo'lsa, o'zim turishlik o'rinda tashviqot xizmati bilan shug'ullanyapman. Yayraydı hece kömlüm Hece kömlüm Bağıra çimen yürse Gül izdep nime Mevkilay men üçün üzen gülsen Gül izdep nime kılay Nime kılay Men üçün üzen
Men doim xuşa xursen Sen bilen kurup gülsen Sen bilen kurup gülsen Gülşende üzem nihal üzem nihal Aşkım ey üzem gülsen Gülşende üzem Üzem nihal Aşkın üzem Üzem gülsen Her konca sefer yürsen Yolunda kutup yıldız Kutup yıldız Üzen hemraye Üzen Üzem, 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 gülsen A'la sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ishga turibdi-ku. O'xshash kirama Başbarmaqning yong'oqmay ekan ma'vo sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi deb, ishini bir ichib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir ochay bunisini. Mushuke. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga olib kirib, o'yitkilimga xo'sh qilib o'tmaylimi? Anamsi. Salam hörmətli ustazlar, ikrarlı görünmələr. Mən Güzel Qolcu Celiyüzdən gəldim. İsmim Omuran Xamrat. Nima ish qilsa o'zing, nima kasb bilan shunday. Hozir o'zim turistik o'rinda tashviqot xizmati bilan shug'ullanyapman. Aka, birodarlar, bu inimni men tuyuqsiz bir so'rinda uchirtib qolibman. Naqsini yaxshi kelgan-ku buning. Bu tuniga to'yni qildi bu Qoljuda. To'yni qilib, muborak bo'lsin. Xotinni qo'yib keldi bo'lmasa-anga. Qiynasang bo'lmaydi, tunigan to'yni qilib. Shu o'rindim aka mana. O'rindim. Bizgami degan bo'lsam, o'rib qo'ydik emas. Buni mazraq bir hissiyat borligini bildim. Endi mening go'rappamda muqimlashib bo'lgan balla va muqimlashmagan balla va. Ha, shuning sen tanlab birsini Pekiga tushishning oldida endi bu gapni deyib oldim-ku endi. Shunga rahmat. Ko'zlari sag'ir ketibdi. Sag'aga yaxshi aka. O'g'il shumi ya. Shuning uchun bu inimni endi azraq, yani azraq ishqilib o'rinchilik yeri bor. Ha, charchashmay qarang. Sen sana o'rildim.
Aşı bizim grupdaki palavallarını yoki qizlarni o'zing tanlab, qaraysa degina, qarab turib, birini tanlaysa, pekiga tushsa, yarata olasan, almashtiramiz. Yaratammasang, chiroyli sayyoga biltingni berib she'rni aytmangsa. Rahmat. Xo'sh. Sol taraf oldingiz qilgan. Tamam. 整个世界突然一起天黑，爱在眼前无声崩溃，摔成粉碎。我闭上眼睛就是天黑，梦被掏空的错觉。Kuy hatayı bulup İşkın alğan gülcün Bağ əməz gülgə xumav Sevdağa aylandım bugün Sol tarafta Imron, o'ng tarafta Qaysar. Qanday qolsa, sizning tanlashingiz. Ikkilisi yaxshi, nachar emas. Nachar emas. Nachar emas, ikkilisi yaxshi. Shundaqmi? Lekin Umron charchab qopti, rost. Charchab qopti. Rost charchab qopti. Charchashba. Sen menga mening yenimlik inim bo'lasan degina. Shunday qila olamsan? Men inim bo'la olaysan-ku? Yo'q. Rozi qo'y shuningga sen. Nimishqa desang, hozir bizning gruppada abayningiz ko'ydin, sana o'xshashlam aytadi baldan 3-4 bor degina. Endi bizning bog'ni sal rangdor qilish uchun bu o'rinni sen mush do'stlarga o'tinib bersan endi. Bo'lamdi? Bo'ldi. Chatoq yo'q. Muborak olsun Qaysar. O'rningizni saqlab qoldingiz. Berib davom qildirsangiz bo'ldi. İpek yolu sadasın suygunu yok çiğra. Xo'sh, unda qolsa sizningmi ko'ngil so'zingizni anglab boqaylik. Rahmat. Aldılar mush fursatda meni beqib o'stirgan ota-onamga bir cho'nqir rahmatimni bildiraman. Men bu sahnaga hisob tushimish bir naqshamni bir mush sahnada bir o'rindab sunib olsam degan maqsadni kelayotgan cho'qnag'imish bir naqsham aytib olgan bo'lsam-da. Lekin degandek o'zim degandek aytamagan bo'lsam-mu, lekin fursat ko'p menga. Barliq ustozlarga rahmat. Sizga rahmat. Sizga omad yer bo'lsin. Sen bizning grupning adimiga aylandi. Bundan maqsadlik aytishimizda biz va'dalashgan, bu gapimiz turimiz bo'ldi. Kela. Aylingizga baxt saodat tilaymiz. Sen degan hamon nima? Biz kutlaymiz shunga g'ayma. Güzel arzu hareketke aylanganda hamma kishi baş parmağını çıkırdı. Hareketke kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan baş parmak dehqonchilik mahsulotları etish mas'uliyat şirkati naqshiladi kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Baş parmak estin çıkarmaz yarni çoğmına. Növbətdə səhnəyə çıxmaqçı bolğan Mahirimizin nömrü Senling, sen bu 30-35. Qani, səhrimizə mərhəmət. Mübarək bolsun Qaysar. Aldı bilan Mahir bo'lib tanlanganligingizni qizg'in tabriklayman. Sahnaga chiqish oldida turyapsiz. Mahirlar deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Tan ilgirlayli. Yaxshi. Bu bir musobaqa maydoni emas, hammamiz uchun yaxshi bir o'g'inish fursati. Undaqda omadli bo'ling. Marhamat. Hoş görünmələrimiz yaxşımısınızlar. Mənim ismim Qaysar Anvar. Özüm Ürümçidən. Bu vaxtım İpək yolu sadası qatnışdiki səbəb məmuş muziki cəhətdiki alaydilikimni bir namayan qıldırış.你想在海边买一所房子，和你开
的松声已经住在哪里？你会当一个心情杂货铺的老板娘，随着心情买着自己喜欢的东西。生活越来越压抑，你变得越来越不像自己，一个人站在悲催的风里。玫瑰你在哪里？你说你爱过的人都已经离去，不要欺骗自己，你只是隐藏的比较深而已。玫瑰你在哪里？你总是喜欢抓不住的东西，请你不要哭泣，我们都只剩下一堆用青春编织成的回忆。你说你最近爱上了旅行，我知道你也只是想逃避，逃避现实和过去，逃避一个最不真实的你。一个人的路上，只是在找寻。玫瑰你在哪里？你说你爱过的人都已经离去，不要欺骗自己，你只是隐藏的比较深而已。玫瑰你在哪里？你总是喜欢抓不住的东西，请你不要哭泣，我们都只剩下一堆用青春编织成的回忆。玫瑰你在哪里？你说你爱过的人都已经离去，不要欺骗自己，你只是隐藏的比较深而已。玫瑰你在哪里？你总是喜欢抓不住的东西，请你不要哭泣，我们都只剩下一堆用青春编织成的回忆，用青春编织成的回忆。Hammamiz aylanib xotirjam bo'l. Cəsur yigitlərinin oldun tanlaşı bulub kelayotgan Şinjan Kamal Xalqara Sol çekiliş şirkəti Kamal kiyim-kechakları mahirlarga omad tilaydi. Yaxşımısınızlar ustazlar. Benim ismim Qaysar, özüm Ürümçidən. 现在是乐队主唱。 Sizningki mushu naqshiga bo'lgan hissiyotiniz, qat'iy bel qo'ymagan irodingiz hammamizni ta'sirlantirdi. Ketni jihatmidoq o'zim 5 yil o'rilibdi. Mush o'rindiqni o'rilganimizning o'zi eng yaxshi gap. Ha, shu. Rahmat. Qarang, atrofingizga qarab, o'zingiz tanlang. Qaysi guruhni tanlaysa, o'zing tanlab qanay bir. Baqib kirib qoldingda sen. Hamdo qaraydi. Mening tanlashim Ben bir aşıqman, san'atning aşıqıman. Ögünüşdün ögütüşkice, ögengüçüdün yetekçi boluşkice kalbim aşıqlıktan, kadimim izcillikten yenip bakmadı. Bu yükseliş jarayonida arzoyumning kamal topadiğini ishondim. Chunki men kamalni o'zimga hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimlari yigitlik qaddi qomatingizni namoyon qilib, mendek har bir orzu egisini kamaliga yetkazadi. Polat Tursun ustaz. İpek yolun sadasın, söygünün yok şigrasın, kuşlar bazlar seydasın.
Aş en kendi kardeşimiz. Bulmağın menden bizar, kessem kilerge yol mu yok, kessem kilerge yol mu yok. Tevnürüp bağrımda kakuk sayraş kıbret, yatmedi sayraş kıbret, yatmedi. Mum baskan küznürümni esliyelayman. Sen çokun mirakta baktın lavılda. Mana gene bir küttimin teste. Yıldızlarga koşuldum yolunga kara. Stop. Polat Tursun Ustaz, oң tarafımda mı Kaysar, sol tarafımda mı Kaysar? Çıksın kilo sanı mı okşaydı? Talap oynattım halis kim o? Çaş basılını mı okşaydı? Buyurun parklandı. Kaysar bir Kaysar çıktı. Ya bari biz hazır bir kollektif pop oldu. Şunak mı? Kaysar'nınki ma koruldaki Kaysar'ın hizmeti koruldu diyendek. Şunak mı sen bir şey turatsan o? Gep yok, nakşıda gep yok, hemmede gep yok. Bunun ikinki berip gidiş, onun bununla menimce sen her kaçan kelsen, mış aile saklap durdu. Kanda vaqtincha ma Kaysarga mış o'rnini bekor qilib tursan, qaytkaga vaqtida seni qarşılaymiz. Bulamda hocam bir aile buldunuz. Ustazlarla görüşüp verip otasınız bulduk. Sizning ovozingiz haqiqatan menga yaradi. Siz qanday deymiz, mush ovozingizni yengib turib, naqsh etib, qanday deymiz, kamchilikni ortiqchilikqa aylantirib. Unda bo'lsa ustozlar, yana o'xshashlar 5 sekund vaqt berildi. Ta'tir sanaq boshlandi. 5 4 3 2 1. Nəhayət afsus. Sizga omad tilaymiz. Ko'ngil so'zlaringizni bizga berilsangiz bo'ldi. Barliq ustozlarga rahmat aytaman. Bu qatim o'zim mayli yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Birinchi menga o'rindiq aylantirgan, men rahmat aytishni unutib qolib chiqib ketibdiman. Gap kesmaysiz, rahmat aytaman. Rahmat. Barliq sog'doshlarga rahmat. Yo'llaringiz texmo ochiq bo'lsin. İpek Sadas programmasi sizga omad tilaydi. Rayonumuzda serkertlik rol oynayotgan miras çekiliş şirketi Mahirlarga omad tilaydi. Ya sen turib ketsan o zerke pırxil. Ye. Qarasın zerikte de men mirasdan latiyalarını yaptım. Ya ama doyun veşi xoğu bu. Bu bek peyzi qara çoğun kichik ishki qolib chiqdi tetib baqa shundan aqsa. Men miras latiyani biz naqshi etib zeriksam yevatimiz hozir. Ma ochiqga ma ya? Pishgunlikka. Peyziga bimi bu? Növbətdə meydana çıxıdığan Mahirimiz 1446 numaralı Mahir. Sahnaga chiqish oldida turyapsiz. Tayyorliklar yaxshi bo'lyapti. Jiddiylashdingizmi, jiddiylaşmadingizmi? Natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz oq sahnada sizni saqlaymiz. Omadlik bo'ling. Marhamat. Yaxshimisizlar, mening ismim Vali Turg'un. Xotan Koreyadan keldim. Bu programma qatnashishga asosiy maqsadim bo'lsa, o'zimni bir sinab beqish, o'zimning bilimlarini texmo mukammallashtirish.
mezgilini azaplarda yüreğini dağlattı ben alın çıktım hep ben azir geçen seni kuya kuram taşta çağlattı ben seni kuya kuram taşta çağlattı ben Gahi cudun, gahi davan, gahi çölden gahi sırtımızda kaplattı beni Turmuş ne dep, dost gören dep, dünyalı deyip Gemlerni yep veripti men, çarçaptı men Gemlerni yep veripti men, çarçaptı men Asramazdım seni üzüm birer ketim Üzgülerini senin dinbek asraptım ey Keçir üzüm bilgen çağda kadrini men Ol sizlenip muşu halga kep kaptı men Caney Keçir üzüm mini keçir Keçir üzüm mini keçir Keçir üzüm seni unutup kalganımni Canlarımga tümen capa salganımni Keçir üzüm seni unutup kalganımni Canlarımga tümen capa salganlarımni Canlarımga tümen capa salganlarımni Keçir üzüm mini keçir keçir mini Birinci olap deydiğimiz İpek o sadasının kurulğanlığının 10 yıllığı münasebet bilen en ahırda meydana çıkkınının hürmeti hem İpek o sadası da tek aldın kararşı hizmet kıygan bir tekrar ustazımız Abdullah Abdurrahim ustazının hürmeti hem üzağının işnakşını yakşı etkanlığının hürmetine biz hemmeyle öğrüldük. Rahmet ustazlar, rahmet. En ahırda meydana çıkkın. Şunun layık bizim təsirlendikidek eyttin. O azırak ketkerini hesap kalmağında. Yakşı eyttin. Beşileyle bana sen qarab turduq. Hem de Mertli meydanda sınayımız. Tallaysa xalıgan bir gruppunu. Qaylı qılalasan şu gruppuda, qaylı qılanmasan. Yani şu gruppudan bulasan lekin
sirttiraq bo'lib tursan. Xo'sh qanamisan? Hammamizning ishki dag'dam uchuq. Yana baq kirib qoldi. Mening tanlashim Miras ochiqlari o'zgacha esil tam, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati tam sajbingizni o'taldirdi. Tam sajbingizni larziga soladigan lazzati cheksiz miras ochiqlari. Tanlangan ziroat, toza burchaqlar, quvvatli yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala. Miras, qora kunjut, qizil burchaq va jag'day qo'noq umashlari. Hurmat Qurban ustoz. İpek yolu sadasın, süygünü yok şigrasın, kuş havazla seydasın, İpek yolu... Ben şu 3. ziraatdagi qizlan peki qilib baqay. İgiz Kurgoy agi dünyaro Stop. Bulmagay çehrin hazan, köymegey hasret can, köymegey hasret can. Nedir bu başın aman, ger gülünü asırsan, ger gülünü asırsan, ger gülünü asırsan. Hocam Qurban ustoz, o'ng tarafimda Oyzikra, sol tarafim Vali, hamda bu 7-qaror Hojun Ipak yo'li sadosi programmasining birinchi bosqichi, ya'ni tanlash bosqichining eng oxirgi pekis bo'lib qolishi mumkin. Shunga, qani, sizning tanlashingiz? Aldı bilan mushadagi barcha muallimlar, Ipak yo'lidagi barcha ish xizmatchilar, hammalar jabba chekdinglar. Endi saboqdoshlarimiz shunda issiqda o'tirib jabba chekdinglar. Men mi jabba chekdim? O'lit sen mi jabba chekding? Men eng oxirgi tanlashgan. Nima deyman men bu yerda? Amal bo'lsa 11 qilib bergan bo'lsanglar bek yaxshi o'tdi. Meni shundami? Shunga to'g'ri. Men bu vaqtni og'im yo'q. Bu yerda yog'andan ko'z yosh qilg'im yo'q. O bu ayya deb unda qilib ketdim. Bakterlikim yo'q, Nimishqa bu musobaqa endi boshlandi. Ayzokralar biz yana davomli o'zaro hamkorlashimiz, saboqdoshlar bilan gacho'g'o men bir. Saboqdoshlar bilan davomli do'st bo'ladi, davomli bizning Kamal guruhimizningki a'zos bo'ladi. Shunga bu qatim Ayzokra mushu saboqdoshiga bir qatim yo'l bersin deb iltimos qilaman. Xo'sh, unda qilsam, muborak bo'lsin Vali. İpek yolu sadasın, süygünü yok şigrasın, kuş havazla seydasın. Hurmatli ustozlar, mana Ayzokraning yana bir qitimliq fursati bor. 5 sekund sanaq başlansın. 5 4 3 2 1. Nayta afsus. Bu fursat siz kelmasimi? Lekin oldimizda nur bo'lgan bizni kutib turgan fursatlar bor. Unda qolsa sizningmi? Ko'ngil so'zlaringizni birlikda anglab boqaylik. Qani. Mayli. Eng ahırdan mening mush sahnaga chiqalganimning o'zi menga berilgan bir fursat. Mening bundan keyingi tirishadigan bir yana davomli yo'limning borligini ifodalaydi. Men davomli yana tirishman. Necha vaqtdan meni qo'llagan ota-onamni rahmatimni bildirma. Mush yerda o'taga ustozlarimga rahmatimni bildirma. Rahmat. Sizga rahmat. Sizga omad tilaymiz. Programımızın baş rejissori muhtarkam gül götürüp çıkıyordu. Qani, çavaklarımız bilan bir teşekkür etken basak.
İpek Yolu sadası Ucun 7. kararınınki hamda muş kız çigrada hep qalğan bir kız bu. Eğer en ahirdeki Mahir muş kızını tanlamasa bu kız aşağıda muqim turdigan. Biz mi aşağıda hemmimiz əpsunlup tuduq. Lekin hamda sizge bir fursat berey deb o'ylab qoldim. Chunki bizninki 8. qarorninki orlig'i bilan 7. qarorning bir yeşil yo'li bor. Agar sizning yo'lingiz aşı yo'lga tutasa, 8. qarorga tutasa, biz yana qizg'in qarshi olamiz. Hamda bu kız ikki naqshi aytdingizmi? Ikkili naqshini nat yaxshi aytdi. Yaxshi aytdi. Endi yana tirishadiganға bir yil bor degan gap. Shunga shu eng oxirgi Mahirga biz bir dasti guli bilan o'zimizning mehr muhabbatini ato qilish bilan billa bir yeşil kartı beraman. Agar xolasa mush qiz 8. qarorga bevosita mushakasi bo'ldi. Manda o'ylab qolmanga. Bu kartını acab bu buğrakan biri verdiken deb o'ylab. Bu kartımın intayin qiz. Çünkü kelar yil bu yil 4000'ga yaqin odam tizimlatgan bo'lsa, balkim kelar yili 5000'ga 6000'ga yaqinlab qilish mumkin. Şu 6000 o'quvchini taxminan 6000 o'quvchi deb turayli. 6000 o'quvchidan men qanchaga karta verdim, 4 ga berdim-ku deyman. 4 Mahir bevosita shu sahnaga chiqmoq o'ng'ay emas. Oxirida sizninki 8. qarorninki Mahir bo'lganingizdan, kuchli Mahir bo'lganingizdan men faxrlandim. Muborak bo'lsin. Rahmat. Muborak bo'lsin. Rayonimiz karxan sahasida oldin qator turadigan Şinjan Ocun Sol Çeşirti Ocun Hortamlik gazliq ichimligi Mahirlarga omad tilaydi. Mayli kavap yang, mayli xogo yang, mayli mayli qiza yang. Ocun Hortamlik gazliq suyi bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz Ocunni deb qolasiz. Ocun Hortamlik gazliq suyi. Ekrandagi az ko'rmanlar, naq maydon ko'rmat qissozlar ham barliq ta'laylik Mahirlar. Oldi bilan sahnimizning to'nida o'tirgan Japoni japa demay, issiqni issiq demay, japa chekayotgan barliq ustozlarimizga, shundaqla tövendeki xizmatchi xodimlarga, hamda muhimi barliq ta'laylik Mahirlarimizga rahmatimizni, minnatdorligimizni bildiramiz. Sizlarga muborak bo'lsin. O'rnimizdan turib o'zimiz ko'zimizni bir chavashtirib o'tgan bo'lsak, qani, marhamat. 7. qarar Ocun İpek Yolu sadası programımızın birinci basışı, yani talaş basışı işe ayaklaştı. Kilayet basışı görüşüşe aman bulunlar, her baş. İpek Yolu sadası. Polat Tursun Ustaz Ocun grupsunun talaş ve şallaştın keyinki en ahırkı okuğucudur. Çünkü Ocun Alim Ablet, Kaysar Enver, Mirzat, Güzel Abduvali, Erşat Cüre, Faruk Ferhat, Kevser Kerem, İlyas Memtimen, Munira Mehmet, Muhtar Kurban, Hocamet Kurban Ustaz Kamal Grupsu'nun tallaş hem çalıştın keyinki en ahırkı okuğucular. Müfesser Nezer, Örkeş Hakim, Alim Turab, Abdünebi Abdüghani, Veli Turgun, Süvinur Himmet,
Farida Nurdun, Abduxoliq Molla Avud, Muradil Shavkat, Ömer G'ayrat, Zahir Shah Abdumit Ustoz Ramnidar gruppasining tanlash va shallashdan keyingi eng oxirgi o'quvchilar. İlyar Nur, Zahir Tayir, Elyar Baxtiyar, İlham Memtimen, Merdan Turgut, Mihrigül Sami, Nur Ali Ahmet, Mirzat Mömin, Dilmurat Talat, Rang gruppasidan Shafqat Erkin, G'olib G'ani, Kamil Jalil Ustoz Boshbarmoq gruppasining tanlash ham shallashdan keyingi eng oxirgi o'quvchilari. Qaysar Kamil, Almira Muxtar, Güzelnur Namet, Erpan Pulat, Erkin Ahmet, Qaysar Alqan, Ansar Erkin, Dilxumar Shavkat, Subinur Kerem, Merdan Mehmet, Adila Sidiq Ustoz Miras gruppasining tanlash va shallashdan keyingi eng oxirgi o'quvchilari. Aqida Akbar, Arafat Mehmet Savut, Gansa Musa gruppasidan Xalzat Tursun, Daniyar Shavkat, Yusuf Ablat, Nurjan Baqsayid, Mihrigül Mehmet Ali, Ilminur Aziz, Faxriddin Tursun, Shafqat Shamshidin, Hasanjon Jalil, Birinchi darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Hojun Sochak şirkati 20 ming yuan qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. İkinci darajasiga erishgan Mayerimiz bo'lsa, Xinjiang Miras şirkati 15 ming yuan qiymatidagi elektronlik ro'yxati bilan mukofotlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Kamal Sochak şirkati 10 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan tartiqlaydi. To'rtinchi bo'lgan Mayerni bo'lsa, Xinjiang Boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati 5 ming yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5. darajaga erishgan Mayerimizni Xinjiang Ramnidar xalqaro so'lchak şirkati 3 ming yuan qiymatidagi tutlar bilan mukofotlaydi. Yipak yo'li sadasi, suyguning yo'q chehrasi. Xush ovozlar saynasi, yipak yo'li sadasi. Yipak yo'li sadasi, suyguning yo'q chehrasi. Xush ovozlar saynasi, yipak yo'li sadasi. Kadın ipek yolida jaranglaydı kongura. Gitar kengri dalaga, kuy naqshimiz bekira. Gümüş tağlar çok esi, nur qaytıdı yürekke.